Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugungi darsimiz Python dasturlash tilini qaysi ilovalarda foydalanishimizni o'rgatib o'taman. Kod yozish qismini. Bizga VS Code kerak bo'ladi. Google ga Visual Studio Code skachat deb yozsak chiqadi. Bosamiz. Shunaqa oyna hosil bo'ladi. Bu Windows uchun, Linux uchun, MacBook uchun bo'ladi. Bizga Windows uchun kerak bo'ladi. Buni yuklab olgandan keyin skachat qilish jarayonida next ni bosib o'tirsangizlar, bu dastur yuklanadi kompyuteringizga. Buni bunday emas, boshqa ilovalardan foydalansak bo'ladimi, kod yozsak bo'ladimi desangizlar, albatta bo'ladi. Bu uchun PyCharm yoki onlayn kompilatorlar, misol uchun onlayn kompilator Python desangizlar, mana chiqadi. Bizga hozir VS Code kerak bo'ladi. VS Codedan foydalanamiz. VS Code shu ko'rinishda bo'ladi. Ochamiz. Keyin men hozir faylni ochib qo'yganman. Open folderni bossangizlar, mana fayl nomli papka yaratganman. Papkani select folderni bosamiz, papkaning ustiga bosib turib, keyin shunaqa oyna hosil bo'ladi. Endi bu joyda kod yozishimiz mumkin. Bu joydan yana bitta yaratishimiz mumkin. Misol uchun site yoki backend.py oddiy kod yozib o'rgataman. Print bu chiqarish, natija chiqarish degani. Общий, misol uchun kod yozib, oxirida printga nimani hosil qilay, konsolga nimani chiqaray deydi-da bu dasturda ishlash jarayonida. Misol uchun print s oddiygina yoki salom dunyo run qilamiz. Terminalda ochildi. Salom dunyo. Konsolga shu chiqdi. Skachat qilishni o'rganib olasizlar o'quvchilar. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi.